Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana hozir Toshkent viloyati Qibray tumanida 2 gektarlik qulupnay dalasiga keldik. Qulupnayimiz pishgan ekan. Charli sortlari. Mana juda ham ajoyib. Hozir bu yerda 6 xildan ortiq turlari bor ekan. U ham navbatma-navbat pishishga boshlashdi. Juda ham ajoyib, hosillari juda ham ko'p. Dalani o'zida olaman deganlar, qiziquvchilar bo'lsa, manzil Qibray tumanidagi Botanika sanatoriyasiga ketaverishda yo'lda. Bemalol kelib oilangiz bilan, o'zlaringiz qo'llaringiz bilan terib olib ketsangiz bo'ladi.